1900-yillar boshida AQSh hukumati nihoyat Rockefellerning kuchidan cho'chidi. 1911-yilda Standard Oil kompaniyasini monopoliya deb e'lon qildi va uni 34 ta kichik kompaniyaga bo'lib tashladi. Ammo bu Rockefeller uchun mag'lubiyat emas edi. Aksincha, har bir bo'lingan kompaniya keyinchalik alohida gigantga aylandi. Masalan, EXXon, Chevron, Mobil, BP bularning barchasi sobiq Standard Oil'ning bo'laklaridir. Shunday qilib, Rockefeller bo'linish orqali ham o'z boyligini yo'qotmadi, balki yanada oshirdi. John Rockefeller hayotining so'nggi yillarida o'zini insonparvar sifatida ko'rsatdi. U milliardlab dollarni xayriya, sog'liqni saqlash, ta'lim va ilm-fanga sarfladi. U Chicago universitetida va Rockefeller tibbiyot institutini tashkil etdi. Ammo ko'pchilik tarixchilar buni oddiy xayriya emas, imijini tozalash strategiyasi deb bilishadi. Sababi u o'sha vaqtgacha omma tomonidan pul yirtqichi monopoliyaning otasi sifatida ko'rilgan edi. Rockefellerning o'g'illari va nabiralari esa siyosiy sahnaga chiqdi. Ular AQShda senator, vitse-prezident, hatto BMT binosining asoschilaridan bo'ldi. Masalan, Nelson Rockefeller AQSh vitse-prezidenti bo'lgan. David Rockefeller esa butun dunyo miqyosida bank tizimini boshqargan. David 1915-yilda tug'ilgan va 2017-yilda 101 yoshida vafot etgan. U Chase Manhattan Bank prezidenti sifatida 100 dan ortiq mamlakat bilan moliyaviy aloqalar o'rnatgan. Uning qarori ko'p davlatlarning iqtisodiyotini o'zgartirgan. Rockefeller va global tashkilot. David Rockefeller nafaqat bankir edi, u dunyo siyosatini shakllantirgan soya tashkilotlarning asoschilaridan biri edi. U Trilateral, Bilderberg va shunga o'xshagan bir qancha tashkilotlarni boshqargan. Bu guruhlar jahondagi eng nufuzli siyosatchilar, olimlar va biznesmenlarning yopiq yig'inlari bo'lib, ular global siyosat, iqtisodiyot va texnologiya yo'nalishlarini belgilaydi. Ko'plab nazariyalar shuni aytadiki, bu tashkilot orqali Rockefellerlar dunyo tartibini boshqarishgan. Ba'zilar buni yangi dunyo tartibi deb atashadi.